Otasi, men ishonmayman. O'g'limni odam o'ldirganiga ishonmayman. Uni qo'lidan bu ish kelmaydi. Ey Xudo, axir bo'yniga olibdi-yu. O'ldirmaganida bo'yniga olmagan bo'lardi. Bu bolang odam bo'lmadi. Peshonamdan muncha sho'r bo'lmasa. Eli yurt oldida yuzimni shuvut qildi. Belimni bo'kdi. Ota, akamning gunohi yo'q. Akam odam ham o'ldirmagan. O'sha qizi nomusiga ham tekkan emas. Bu o'sha Sheralning ishi. Hammasi tuhmat. Men surishtirib bildim. Husan to'g'ri aytayapti otasi. Bu hammasi o'sha ko'rnamayning ishi. Tunov kuni ko'rgani borgandim. Bir milisa panaga olib, Bahromga qo'yilgan hamma ayblar o'ylab topilgan. Yuqorida tanish bo'lsa ishga solinglar. Bo'lmasa o'g'lingiz bekordan bekorga qamalib ketadi dedi. O'sha ham milisa-ku otasi. Biron narsani bilmasa gapirmasdi. Kim bor ey? Ha? Turdivoy, O'lib. uydamisiz? Ha. Kelaveringlar. Kelaveringlar, tortinmang. Yergishga yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kelaverishga. Yaxshimisiz? Bu Bahromdan xabar bormi? Ay endi. Mehmonlarni olib keluvdimi? Assalomu alaykum. Kelinglar. Yaxshimisiz? Qani, chiqinglar. Bismillah. Qani yuqoriga chiqing. Yo, bismillah. Amin. Yoshlarga insof, qarilarga iymon bersin. Shu uylarda har doim yaxshi to'ylar bo'lsin. Iloyim kelsin. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Men Turdivoy qiynalib qolganingizni eshitib bir xabar olib kelay deb kelgandim. Rahmat. Tanishing, bular meni do'stlarim. Ular iqtidorli yigitlarni qidirib yurishibdi. Bu eskicha ilmga xorijda o'qitishmoqchi. Shu Husaningizni ham xorijga yuborsak, o'qib kelgandan keyin juda bo'lmasa bitta masjidga imom bo'lar, Turdivoy. Shunga nima deysiz? Bilmasam. O'zi nimadir ekan? Menga qolsa mayli o'qisin. Chaqiringchi, so'raymiz. Balki xo'pdir. Husan, Husan, bu yoqqa kel o'g'lim. Kel. Kel o'g'lim. O'tir. Mana bu akalaring seni eskichiga o'qitishmoqchi. Xorijda. Shunga sen nima deysan? Husan, o'qish paytida yaxshi pul ham to'lashadi. Shu pulni bir qismini uyiga ham yuborib turish mumkin. Hozirgi paytda qaysi institutga ham kirasan? Agar bilsang, arabiy ilmlarga talab juda ham katta. Bitirib kelgandan keyin kam bo'lmaysan. Qolaversa bu yo'q, albatta Allohga bog'liq. Yo, noto'g'rimi? Ha, albatta. Gapingizda jon bor, domla. Men roziman. O'g'lim, har qalay o'qisang yomon bo'lmaysan, to'g'rimi? Xalqda shunday gap bor. Ota rozi, Xudo rozi. Bu ham to'g'ri. Bo'pti, bo'lmasa bunday qilaylik. Sen tayyorgarligingni ko'rib turaver. Payti kelganda o'zimiz chaqirib olamiz. Nima qildik, turdingmi? Bizlarga ruxsat. Bir piyola choy ichmaysiz? Rahmat. Amin. Yaxshi to'ylar bo'lsin. Allohu akbar.
Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman, Ergash aka. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Meni poylab tur. Yaxshi Jamol Maqsudovich. Hammasi aytganingizdek bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Xo'p, tushunarli. Xayr. Xo'sh, xizmat. Rahmat. Sen bilan anchadan beri gaplashmoqchi bo'lib yurgandim. Gap bor. Xo'sh. Nima gap? Bahrom qanchaga ketadi? Nima edi? Bilasan, Bahromning yig'gan puli bor. Lekin u pullarning qayerdaligini faqatgina men bilaman. Undan qo'rqqanimdan u pullarni ishlatolmasdan olmasdan yuribman, lekin hozir menga juda ham ko'p pul kerak, tushunyapsanmi? Ko'pmi? $1 million. Yarmini bersang aytaman. Rozimisan? Mayli. Lekin Bahrom nima bo'ladi? Ko'p yilga ketadimi? Otiladi. Yoki 15 yilga ketadi. 15 yil qamalib chiqqan odamning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Tushundingmi? Xo'sh. Pulni qachon bo'lishamiz? Lekin qara. Agar aldaydigan bo'lsang, umringni qamoqda chirtaman. Tushundingmi? Bahromning shahardagi uyda kutaman. Yaxshi. Ertaga kechqurun boraman. Bo'ladimi? Kelishdik. Assalomu alaykum, xolajon. Va alaykum assalom. Keling. Kiring, qizim. Tanimayroq turibman. Kimni bolasi siz? Men Bahrom akani advokatiman. Advokat? Advokat olmaganmiz, qizim. Kambag'alchilik. Bekor ovora bo'psiz. Menga pulingiz kerak emas. Mana
Taqdirimizda bu joylarni ko'rish ham bor ekan. Hammasi ham mayliya. Faqat ota-onamga, qadrdonlarimga jabr bo'ldi. Ha, sen Sherali. Do'stlarimni ham tortmoqchi bo'lding-a. Bir yo'la mendan, do'stlarimdan qutulmoqchi eding. Do'stlarimga xiyonat qilmadim. Hamma aybni o'z bo'ynimga olib yaxshi qildim. Ammo kurashga madorim ham qolmadi. Yaxshiyamki kundalikni yozishni boshlagan ekanman. Og'ir damlarda hamroh bo'lmoqda. Sherali aka, siz shu ishlarni o'ylab qilyapsizmi? Axir butun qishloq bilarkan-ku birga katta bo'lganlaringni. Sizni ham Bahromni ota-onasi katta qilgan ekan-ku. Og'ir kunlaringizda boshingizda soyabon bo'lishgan ekan. Tuzini ichib tuzlig'iga tupurish, bu na odamgarchilikka, na musulmonchilikka to'g'ri keladi. Nargizaxon, menga leksiya o'qigani keldingizmi? Leksiyangizni hojati yo'q. Eshitganmiz bunaqa gaplarni. O'sha xonadonda katta bo'lgan bo'lsam, ularni xizmatini qilib katta bo'lganman. Buni ham aytishdimi? Ko'nglimni yumshataman deb o'ylamang. Bahrom jinoyatchi, tamom vassalom. U jinoyatchimi yo'qmi? Buni kelajak ko'rsatadi. Buni hammasi tuhmat. O'ylab topilgan tuhmat o'yin. Sizda zarracha insoniylik yo'q ekan. Nargizaxon, siz bu rayonda yangisiz yana. Raykom buvani qahriga uchrab o'tirmang. Bahromboyni boshiga tushgan kulfatlar sizni ham boshingizga tushib yurmasin. Sizga o'xshab vijdonni yo'qotgan emasman. Bilib qo'ying, bir kun kelib shunday pushaymon yeysizki, lekin unda kech bo'ladi. Nargizaxon, jonginam. Tort qo'lingni iflos. Qo'lingni tekkizma menga. Va yaxshi. Bahromboyga shunchalik rahmingiz kelarkan, uni ertagayoq bo'shatishga tayyorman faqat men bilan bir kecha bo'lsangiz bo'lgani. Yaramas. Assalomu alaykum, Bahrom aka. Nargiza, siz? Men sizni oqlovchingiz bo'laman. Men ayblarimga iqror bo'lganman. Men sizga qo'yilayotgan ayblarga ishonmayman. Buni bari g'irt yolg'on. Ishonmayman, Bahrom aka. Ishonmayman. Nargiza. Men qilganman bu ishlarni. Nargiza. Siz ko'p ovora bo'lmang. Sizni mehribonchiligingizga men arzimayman. Peshonamda jinoyatchi degan muhr bor. Nega yana yolg'on gapiryapsiz?
Nahotki siz metin irodali inson hamma aybni bo'yningizga oldingiz. Men sizni yengil emas, jasur yigit deb yurardim. Nargiza, meni kechiring. Zamon zo'rniki bo'lib qoldi, zo'rniki. Mayli, nima bo'lsa bo'lar. Axir taqdir hukmidan qochib qayoqqa ham borardik, Nargiza. Lekin bu ishni qilmagansiz. Bahrom aka, to'g'risini ayting, qilmagansiz-a? Nargiza. Men sizni sevardim. Lekin xiyonat qilmadim. Ishoning. Xiyonat qilmadim. Qo'ying, ovora bo'lmang. Meni deb hayotingizni xavf-xatarga qo'ymang. Bu zamonda, bu jamiyatda haqiqatni qidirib topish qiyin ekan. Ha, shunday. Zamon puldorlar, raykomlar qo'lida ekan. Shunday bo'lgach, ularni turmasida o'tirgach, men qayerdan haqiqatni izlab topay? Qayerdan? Ayting, qayerdan topay? Nargiza, shuni bilingki, sizni oldingizda ham, Allohning oldida ham gunohim yo'q. Ammo men sim to'siqlar orasidaman. Noilojman. Hukmim xullas o'qilgan. Kuygan yuragimni battar kuydirasiz. Kelmang. O'zingizni qo'lga oling. Haqiqat egilsa egiladiki, lekin aslo sinmaydi. Qilmagan ayblaringizni bo'yningizga olmang. Siz mard edingiz. Hamisha mard bo'lib qoling. Gulaxon? Ha, nima deysiz? Yo'q. Bor-ye, tashingni ter tasqara. Jonimga tegib ketdi. Keling, yaxshisi ikkalamiz bor haqiqatni gaplashaylik. Bahromni onasini ko'rganingizda edi. Qishloqda bosh ko'tara olmay qolgan. Axir siz ham, men ham bo'lg'usi onamiz. Rostdan ham bo'lganmi shu ish? Siz ham mana shunaqa xonalarda yashaganingizda edi, meni tez tushungan bo'lardingiz. Umrim fabrika, internat, yotoqxonalarda o'tmoqda. Men ham o'z o'yim bo'lishini xohlayman. Odamlarga o'xshab yashashni istayman. Shuning uchun ham Bahromga tuhmat qildingizmi? Hammasi jonimga tegib ketdi. Ha, tuhmat qildim. Majburlashdi, zo'rlashdi. Meni Xurram yo'ldan ozdirdi. Qaysi go'rdan ham shular bilan uchrashdim ha. Siz o'ylamang, bu qizda yurak, qalb yo'q deb. O'sha kundan beri Bahrom bilan uchrattirishgan kundan beri halovatim yo'qolgan. Vijdon azobida qiynalib ketdim. Ko'z o'ngimdan hech ham qarashlari ketmaydi. Shu qiz meni ko'rsatib, shu aybda ayblabdimi? Mayli, bo'ynimga olaman dedi. Ayting, qo'limdan nima ham kelardi? Nima qila olardim? Agar chindan ham yaxshilik qilaman desangiz, arizangizni qaytarib oling. Shundagina vijdon azobidan qutulasiz. Sizga oson. O'sha Sheralisiga aytdim. Arizamni qaytarib beringlar dedim. Ariza qaytarilmaydi. Joning omon bo'lsa, jim yur deyishdi. Yig'ladim, yalindim.
Meni bu ishga aralashtirmanglar dedim. Lekin men bir ojiza qiz bo'lsam, qo'limdan nima ham kelardi? Kim u? Gulsara opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Oyijon bilan haligi non so'rayotgandik. Kechgacha berib turing. Hali do'konga chiqmagandim. Mana pul. Borib menga ham, o'zingga ham olib kela qol, xo'pmi? Xo'p. O'zingiz qiyinchilikda katta bo'lgan ekansiz. Bahromga yordam bering. Jon deb yordam berardim. Lekin qanday qilib? Sizga hech kim hech narsa qila olmaydi. Bo'lgan voqeani menga batafsil yozib bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay? Yaxshimisan? Ishlar durustmi? Rahmat. Qani, marhamat. Xo'sh, o'tir. Chaqirtirgan ekansiz? Ha endi bir ko'rgim kelib qoldi-da. Haligi Bahrom orqasida yurgan qiz bor-ku. Bahrommi, advokatimi? Shu tovuqqa o'xshab hamma yoqni titkilab yuribdi ekan. Taniysanmi uni, ha? Yaxshi advokat. To'g'ri, lekin menga qara. O'zing bilasan. Men senga yomonlik qilmadim. Kooperativ ochib ishlayapsan. Hamma ishlaring joyida. Shundaymi? Endi sen ham bir yaxshilik qilasan-da. O'sha jikkakni kelgan joyiga jo'natasan. Xohlasang pul beraman. Katta pul. Xo'sh, rozimisan? Qo'y olibdi. Menga qara. Hammani o'zingga o'xshagan iflos, puliga sotiladigan deb o'ylama, bu bir. Ikkinchisi, agar o'sha qizga nisbatan bironta bir nojo'ya xatti-harakat bo'ladigan bo'lsa, men seni aslo tirik qo'ymayman, tushundingmi? O'zingni bos. Hozir militsiya chaqiraman. Meni qo'rqitmoqchimisan? Ular kelguncha seni joningni olib qo'yishim mumkin. Lekin shuni yaxshi bilib qo'yki, senlarni oshkor qiladigan hamma hujjatlar menda. Bizlar ham anoyilardan emasmiz. Tushundingmi? Ana shundoq bo'lsin. Iblis. Assalomu alaykum. To'xta. Nahotki bu insonga nisbatan zarracha mehring bo'lmasa. Indamasam sen meni poraxo'rga chiqarib qo'ymassan shekilli. Davlat yig'ib qoldiradigan farzandlarim yo'q. Meni farzandlarim, ukalarim. Mana shu turmada nohaq yotgan kishilar. Agar farzandim senga o'xshagan bo'lganda, bo'g'ib o'ldirardim. Sen inson emassan. Inson bo'lganingda birga o'sib ulg'aygan do'stingni qamatib qo'ymagan bo'larding. Bilib qo'y. Bahromning himoyachisi men bo'laman. Yo'qol endi.
mendan chiqqan gap emasdi. Buraykom topshiriq edi. Agar ukasi o'qiyotgan joyga Bahramon borishga rozilik bersa, uni qutqarib olishmoqchi. Ilintirishibdi-ku meni. Endi nima qilaman? Sobirovning ishi ochilsa nima bo'ladi? Agar men tomonga o'tsang, katta ishlarga sherik qilaman, o'g'il bola. Endi Husan jonimni ham bir ko'rsaydim. Bag'rimga bossaydim, armonim qolmasdi. Hali Husaning ham keladi. Mayli ota. Siz nima desangiz shuda.